Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizni boshlab olamiz. Bugungi videomizda sizlar bilan top 2 ta pul ishlaydigan saytlarni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Xo'p do'stlar, mana ikkita saytni men qo'yib qo'yaman ekranga. Birinchi saytda 5 dollar pulimiz bor, ikkinchi saytda 3 rubl pulimiz bor hozirchalik. Xo'p, unda bu saytlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana ikkinchi oddiy Gmaildan sizlar uchun men alohida ochib qo'yganman. Bitta kirib ko'rsatamiz. Xo'p, birinchi This is Surfingdan boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib saytga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bizga bu yerda so'raydi Telegram, Instagram nima orqali kirasan deb. Biz men Telegramdan kirganman. Endi hozir Instagramdan kirib ko'raman. Silkani qo'yish kerak ekan. Instagram akkauntimizni. Xo'p. Bu yerga akkauntimizni nickni qo'yamiz hamda bu yerda aytayapti. Instagram ilovasida profilingizga o'ting, so'ngra tahrirni tanlashda men haqimda maydoniga ibran qo'ying. Funny Play shuni kopirovat qilib olamiz hamda Instagramda bioga, ya'ni profil sozlanmalaridan bu yerda bioyimiz bo'ladi. Uni o'chirib boyagi aytgan so'zni qo'yamiz hamda submitni bosamiz. Endi biz bu yerdan tizimga kirishni bosamiz. Instagram avtomatizatsiya. Mana meni avtomatik profilim kelib chiqdi. Mening profilimning qoidalari asosan quyidagi qoidalarga muvofiq tasdiqlayman. Hammasiga ichga qo'yib chiqamiz. Bog'lashni bosamiz. Xo'p do'stlar, mana saytimizga kirdi. Mana O'zbekistonni tanlaymiz. Shaharga erkakni bosamiz. Va manzilimiz. Shaharga farqi yo'q, xohlaganimizni belgilab beramiz. Saqlashni bosamiz. Menimcha email adres qo'shilgan deyapti. Hozir boshqa ishlatamiz email. Yozish esdan chiqmasin. Mana muvaffaqiyatli saqlandi. Bu yerdan vazifalarni bosamiz hamda bu yerdan Instagram, Kontakt, TikTok shunga o'xshagan ilovalar uchun nakurtga ursak ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda bizning balansimizda hozir 0 rubl turibdi. Endi biz vazifa bajarib ko'ramiz. Xo'p do'stlar, bu yerdan vazifa bajarib ko'ramiz. Bajarishni bosamiz hamda profilga obuna bo'lamiz. Obuna bo'lganimizdan so'ng tekshirishni bosamiz. Mana biz muvaffaqiyatli vazifani bajardik. Mana bizning hisobimizda 0.45 rubl bor. Yana bajarib ketaveramiz. Buni agar bo'sh vaqtingiz bo'lsa, juda tez bajarib tashlasangiz bo'ladi. Lekin buning bu yerda o'zlari aytib qo'ygan qoidalari mavjud. Shularni ham birma-bir ko'rib chiqishingizni so'rab qolaman. Mana men ikkinchi akkauntimda 3.15 rubl yig'dim. Endi bu yerdan rublni ustiga bossak, bosganimizda bu yerda yechib olish va hisobni to'ldirish bor. Yechib olishni bosamiz. Bu yerda aytyapti, telefon balansi uchun 130 rubldan boshlab komissiya 10%, kamida 30 rubl. Faqat Rossiya deb qo'ygan. Biz nimalarga olsak bo'ladi? Pulni walletdan olsak bo'ladi. Keyingi videomizda men wallet hamyonini ochish hamda unga karta ulashni birma-bir ko'rsatib o'taman. Xo'p do'stlar, birinchi saytimiz tugadi. Endi biz ikkinchi saytga o'tsak. Ikkinchi saytimiz Honeygain sayti.
Xo'p, birinchi bo'lib saytga kiramiz. Saytni telefonda ham, kompyuter orqali ham kirsak bo'ladi. O'zbekchani bosamiz. Hoziroq daromad olishni bosamiz. Bu yerdan aytyapti, biz telefonga yo bo'lmasam kompyuterga skachat qilib olsak bo'ladi. Android versiya ham, Windows versiya ham bor. Men buni uстановка qilib olganman. Save'da bosangiz, uстановка qiladi. Mana uстановка qilganman men. Xo'p, endi biz mana bu yerda o'zi turgan bo'ladi. Mana meni hozir hisobimda $5 pulim bor. Bu yerda endi buni birma-bir tanishtirib o'tsam. Mana do'stlar. Bu yerda profilni men hozir o'zgartirib, hisobni ko'rsatib o'taman. Bu yerga biz emailimizni yozamiz boyagi. Google orqali bosamiz. Hozir men ikkinchi saytimni kirgiza olmayapman, lekin sizlarda kirishi aniq 100%. Kirganingizdan so'ng sizdan shu oyni ochiladi, sizlarda ham. Bu yerdan siz nima orqali pul ishlaysiz? Har bitta megabayt orqali, ya'ni bu yerda aytayapti, 1 megabayt orqali sizga bu coin beradi. Buni bosamiz. Qanchadir coin beradi. Mana 27 ta coin berdi. Bu hisobga qo'shiladi avtomatik. Keyin bu yerda friends, do'st olib kelganingizga $5 beradi va siz kirganingizda bu yerdan pulni yechib olish xizmati birinchi bo'lib $20 yiqqanimizdan so'ng avtomatik yechib olsak bo'ladi. Ungacha yechib bo'lmaydi. Xo'p do'stlar, mana nakurt ko'radigan hamda pul ishlaydigan saytlarni ikkovini ham ko'rsatib o'tdim. Bu saytlar orqali kuniga agar saytni ko'proq telefonga ulasangiz yo bo'lmasa missiyalarni ko'proq bajarsangiz, bir kunda bemalol 300 ming yoki 400 ming so'mdan ko'proq pul topishingiz mumkin. Do'stlar, videomiz yakunlandi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda biz bu saytlardan pul yechishni ham birma-bir ko'rib o'tamiz.